psixologiya yo'nalishlarini hozir sizga sanab o'taman. Siz ularni haq yoki firibgar ekanligini aytib o'tsangiz bas. Numerolog psixolog, Sharlatanlik. klinik psixolog, Bu ilmiy yo'nalish. energetik psixolog, Bu ham sharlatanlik. oilaviy psixolog, Ilmiy yo'nalish. ongni qayta dasturlovchi psixolog, Shappa sharlatanlik. psixoterapevt, Ham meditsinskiy образование, ham ilmiy psixologiyaga ega bo'lgan mutaxassis. aura tozalovchi, Sharlatanlik. life coach, Ilmiy yo'nalishdagilari ham bor, sharlatanlari ko'proq. bolalar psixologi, Ilmiy psixologiya. regressolog, Bu ham sharlatanlik. astropsixolog burch asosida, Sharlatanlik. stress bo'yicha mutaxassis, Agar ilmiy psixologiyani shu bo'limini olgan bo'lsa bilmadim, lekin aynan shu nom bilan chiqayotganlarda men ko'proq sharlatanlik ko'rdim. chakralar bilan ishlovchi, Shappa sharlatanlik. motivatsion trener, Motivator so'zi bu уже ilmiy emas. psixolog, Ilmiy yo'nalish 7 avlod muammosini tozalovchi, bu ham sharlatanlik men nazar. bioenergetik, Bioenergetika yo'q. qismat bilan ishlovchi psixolog, Shappa sharlatanlik. tug'ilgan sana orqali Yo'q, shappa xarakter, sharlatanlik. Shappa sharlatanlik. ong osti masteri, Voy, dahshat. Yo'q. Va eng qimmat mutaxassislar nimagadir shu ong osti murabbiylari. unaqalar yo'q-a? Yo'q. Mutaxassis sifatida ayta olaman, opaga respekt. Hamma ham ayta olmaydi bu gaplarni, chunki bu bilan atrofdagi o'zini hamkasblari ham unga nisbatan dushman bo'lib qolishligi mumkin. Lekin xalqning miyasini aytib yurgan ayrim psixologlarga tegishli chora ko'rilsa juda yaxshi bo'lgan bo'lardi. Salomat bo'lasizlar.